qarz olyapmizmi, tezroq qaytaraman degan niyatda olaylik. Ya'ni qarz olgan odamni sharoiti bo'lib turib, qarzni bermay cho'zib yurishlik u zulm bo'ladi. Qarzni olgan boyvachcha umraga ketyapti yoki sadaqalar qilyapti. Birodar, qarzingni ber undan. Zulm qilyapsan. Qarzni olib, haqiqatdan berishlikka sharoiti bo'lmayotgan bo'lsa, ehtiyoji bo'lmayotgan bo'lsa, shuni muhtoj bo'lib turgan bo'lsa, mayli u. Qarz bergan odam har bir bergan muhlatiga ajr oladi. Lekin sharoiti bor, bermay yuribdi. Bu zulm bo'ladi. Birodariga nisbatan zulm qilyapti. Xalqimizning ichida ham bir gap bor-ku. Qarzi bor odam go'sht yeyishlikka, yaxshi taomlar yeyishlikka haqqi yo'q deydi-ku. Aslida bu gap kelib chiqishligi sharoiti bor, qarzi bor. Lekin qarzini berishga ham sharoiti bor. Cho'zib bemalol choyxona yuribdi. Yoki boshqa bizneslarga tiqib qo'ygan. Bir kun beraman deb yuribdi. Sharoiti bor. Mana shu odamlarga tegishli. O'sha odamlar go'sht yeyishlikka, ya'ni shohona yashashlikka haqqi yo'q. Birinchi ana uni haqqini berib qo'ysin. Go'sht yeyishlikka haqqi yo'q. Ya'ni qarzdor odammi degan ma'noni mana shu ma'noda tushunishimiz kerak. Lekin qarz olgan, lekin berish niyati ham bor. Berishga harakat qilib yuribdi. Unaqa odamga biz go'sht yeyishingga haqqing yo'q degan gapni u odamga qo'llolmaymiz. Berishga harakat qilib yuribdi, lekin sharoiti bo'lmayapti. Nima yesin u? Tuxumni sarig'ini yesinmi? Go'sht yeyishga haqqi yo'q degani qarzdor odamni puli bor, sharoiti bor, cho'zib yuribdi. O'shaning uchun tezroq qarzingni bergin degan ma'noda mana shunaqangi toifaga aytilgan. Qarzni olib cho'zib yuradigan odamga aytilgan bu gap.